Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodarlar, mana 7-chi darsimizni ham boshlaymiz. Bu darsda Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis. Va ana Abi Hurayrata Abdurrahmon ibn Sakhrin radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam innalloha ta'ala la yanzuru ila ajsadikum va la ila suwarikum ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar, albatta Alloh tabaraka taolo sizlarni qalblaringga qaraydi, sizlarni amallaringga, niyatlaringga qaraydi. Alloh tabaraka taolo sizlarni jasadlaringga, suratlaringga qaramaydi. Vaqtiki shunday bo'lgandan keyin odam masalan surati uzun bo'lsin, ho kalta bo'lsin jasadi, ho oq bo'lsin, ho qora bo'lsin, ho qizil bo'lsin, ho sariq bo'lsin, bu bilan Alloh tabaraka taoloni hech qanday masalan nimasi yo'q. Chunki Alloh o'zi yaratgan hamma bandasini. Lekin siz bilan bizni har bir qilayotgan ishimizda jasadimizga qaramas ekan Alloh taolo, bizni qalbimizga, Allohning nazari bizni qalbimizga qaraydi va bizni amallarimizga qaraydi Alloh tabaraka taolo. Va ana Abi Musa Abdullah ibn Qays al-Ash'ari qala su'ila Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Endi ikkinchi hadisni ham shu darsimizda aytib qo'yaylik. Ana Abi Musa Abdullah ibn Qays Ash'ari radhiyallohu anhu aytadilar, so'ralindi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va alihi va sallamdan anir rajuli yuqatilu shijo'atan. Bir odamki jang qiladi, u bahodirligini, o'zini pahlavonligini, shijoatini bildirishlik uchun. Va yuqatilu hamiyatan, yo'inki hamiyat uchun o'zini qavmini obro'yini yo o qavmini saqlashlik uchun u jang qiladi. Va yuqatilu riya'an, yo'inki xo'ja ko'rsinga, odamlar ko'rib qo'ysin meni degan shunday niyat bilan u jang qiladi. Ayyu zalika fi sabilillah. Shu uchtadan qaysinisi Allohning yo'lidagi jang? Qaysinisidan Alloh rozi bo'ladi deb so'rashdilar. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va alihi va sallam aytdilarki, man qatala litakuna kalimatullohi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Allohni rozi qiladigan Allohning yo'lidagi jang, jihad shuki, u odamiki Allohning kalimasini oliy qilaman desa. Ya'ni Allohning kalimasini oliy qilishlik, Allohning diniga madad bersa, Allohning dinini yerda ustida tarqatsa, nashr bersa, Alloh tabaraka taolo dinini da'vat qilsa, ana shu Allohning yo'lidagi jang dedilar. Ya'ni har bir inson Allohni rozi qiladigan, Allohning yo'lidagi jihodga chiqadigan bo'lsa, da'vat qilsin. Yo'inki Alloh tabaraka taoloning diniga yordam bersin. Yo'inki Alloh tabaraka taolo dinini nashr qilsin. Bu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning masalan amrlari Alloh tabaraka taoloning rizosidir. Endi 3-hadisni ham shu darsimizda aytib qo'yaylik. Va Ali Bakrata Nufay ibn Harisil Saqafi radhiyallohu anhu anna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qala: "Idza iltaqal muslimani bisayfayhima fal-qatilu wal-maqtulu fin-nar." Abi Bakra radhiyallohu anhu aytadilarki, albatta payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam aytadilar, agar yo'liqsalar, ikkita musulmon qilichlari bilan bir-birlariga, ya'ni bir-birlari bilan ekanlari bir-birini o'ltirishlikka harakat qilsalar, qo'llarida shamshirlari bor, qilichlari bor bular. O'lgan ham, o'ldirgan ham, ikkalasi ham do'zaxdadirlar. Shunda ey Allohning rasuli, qotilku ma'lum, o'ldirgan. Endi u o'lgan nima uchun do'zaxga boradi deganlarida
Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, innahu kana harisan ala qatl sohibihi. U ham o'zini do'stini o'ldirishlikka haris edi. U ham buni agar sal kuchi yetganda buni o'ldirgan bo'lardi. Shuning uchun qotil ham, maqtul ham do'zaxda bo'ladi deb amr qildilar. Shuning uchun musulmonlar boyatki bir-birlariga mehribon bo'lsa, bir-birlariga qilich ko'tarmasa, musulmonlar agar bir-birlariga qilich ko'tarib bir-birlarini o'ldiradigan bo'lsalar, bilib qo'ysinlarki, har ikkalalari ham do'zaxda bo'ladilar. Alloh tabaraka taolo shu o'qigan hadislarimizga amal qilishini Alloh nasib qilsin. Va oxiri da'vona alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va